Pul baxt olib keladi. Pul, baxt. 3 ta savol beraman dedingiz. 10 to'p ketyapti-yu. Assalomu alaykum. Akani ko'rib qoldik. Alaykum assalom. Mashinangizni ko'rdim. Oldingi safar boshqacha mashina dedingiz. Ha, bu endi mana shu o'zimniki. Mashinangiz zo'r ekan, yurishasiz aktyorsiz lekin boshqa ishlar Bilasiz. Qo'shiq ham kuylaverdik. Qo'shiq ham aytordingizmi? Xo'p, aka, tik savollar bor emas, 3 ta savol bor. Xo'p. Sizni eng mashhur qilgan film. Bizni mashhur qilgan film xudo xolisi Sarvinoz. Ha, Sarvinoz bo'ladi. Sarvinoz. Shahzoda bilan bir paytlar o'ynaganmiz. Oxirgi o'ynagan kinoyingiz qaysi bo'ldi, aka? Agar serialdan oladigan bo'lsak, Alfons, badiiy filmdan 3 qahramon. 3 qahramon. Kim bilan sizga o'ynash qulay? Kimni, ya'ni iste'dodli deb bilasiz, aka? Endi unaqa aktrisalar bizda juda ham ko'p, talantli aktrisalar, lekin nima deyman, eng yoqadigani filmda partnyor sifatida tushadi-da. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulnoza Kubayeva, Shahzoda Zilola Musayeva. Zo'r aktrisamiz bor, teatrda ishlaydi, Hamza teatrida, Milliy teatrda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aktrisa Shodiya To'xtayeva. Hozirgi familiyalarini bilmayman-u, Shodiya To'xtayeva. Aktyorlarni gapirmadingiz? Aktyorlar endi kim? Shu o'zimizning o'rtoqlarimizda Bobur, Yo'ldoshev, Adis Rajabov, Alisher Uzoqov. Ha, ular ham juda ham anaqa. Xo'p, aka nechta sarflaysiz kuniga? Kuniga? Yo'q, bilmayman. To'g'risini aytaymi, hisoblamayman. Rostdan hisoblamayman. Hisoblaydi. Yo'q, barakasi uchun. Pul baxt olib keladi. Pul, baxt bilmadim. Hali yashashimizga xudo xolisa endi ancha bor-ku. Hali yoshimiz. To'g'risini aytsam bilmayman. Nima oldi oxirgi marta qimmatbaho? Qimmatbaho? Yo'q, bayqari 3 ta savol beraman dedingiz. 10 to'p ketyapti-yu. Kinoda savol berdim, men o'zimni shaxsiy. Ha, shaxsiymi? Qimmatbaho. Telefon oldim. 16. 16. Aka, yoshlarga maslahat bera oling shu. Yoshlarga shu umidini uzmasin, inshaalloh mehnat qilsin. Astoydil kitob o'qib rivojlanish kerak. Oldinga qarab intilish kerak. Rahmat aka, katta. Sog' bo'ling. Bizlarni chaqiring kinolarga, aka. Xudo xolis chaqiring.